Jalalabad облысы мұсылмандар қазияты, Базарқорған райондық хатибияты, жергілікті деме өрчілерін қолдауысы менен Jalalabad облысы бойынша Құран жарыш конкурсын жариялайды. Облыс бойынша 25 жашқа чейинки балдар 20 жана 30 парадан, Базарқорған районы бойынша 12 жашқа чейинки балдар 1 парадан, 15 жашқа чейинки балдар 2 парадан, 18 жашқа чейинки балдар 5 парадан Құран жарыш конкурсына катыша алышат. Жеңүүчүгө умра сапарына жолдома берилет. Конкурс 2020 жылдын 1-мартында Базарқорған районунун Актайлак ата борбордук мечитинде болуп өтөт. Катталуу үчүн номер 0553 799 511. Эскертүү: конкурска катталуу 20 февралга чейин уланат. Көрүүчүлөрдөн түшкөн суроо: жиндерди адамдар көргөн учурлар болобу? Жана ошол көрсө, ошол жиндерди уруп же өлтүрүп койсо болобу? Мисалы, шайтан жиндерди өлтүргөнгө болобу, болбойбу? Ошол тууралуу жооп берип койсоңуз, ошол тууралуу менен маалымат берсеңиз. Bunda bunaqa jinlarni urush haqida, jinlarni kaltalash haqida biz endi nima deydi, haligi bir maqol bor-ku. 1000 marta eshitgandan keyin 1 marta ko'rgan yaxshi deydi. Ruqiya o'qiladigan soatimiz bor. Bo'lmasam boshqa moldalarda ruqiya o'qiydigan soati bor o'zlarini. Shu moldalarda o'qiydigan vaqtiga borib ko'rsa shu yerda. Shu jinlarni Allohning oyati bilan o'ta qattiq qamchilagandan ko'ra qattiq azobdaligini ko'rishadi. Bu bir yo'li, jinni kaltalashning bitta yo'li. Keyin shunaqa to'polon qiladigan odamning ichidagi jinlar bor. Biz albatta bularda qamchima urib, o'sha jinni odamni emas. O'sha jinni urilayotgan mahalda odam o'zi bilmaydi. U odamda 100% jin bo'ladi. Hech narsani bilmaydi. Hattoki masalan urgandan keyin o'sha jin chiqib ketgandan keyin so'rasak, u odam kalta yeganini ham bilmaydi. Keyin badanidagi shunaqa shu kalta o'rnlarni ko'rsasak hayron qoladi. Menda shunaqa bo'ldimi deydi. Odamning ichidagi jinni urib chiqariladi. Urib chiqarishlik uchun sabab bo'lish kerak. Shulardan birinchisi jinni urilishligi uchun, odam ichidagi jinni urib jasaddan chiqarishlik uchun Allohning oyatini mazaq qilsa. Da'vat qilsangiz-u, da'vatni kulsa. Mazaq sirasi. Jin kulsa deng. Jin, bu ta'sir qilmaydi bu. Lekin Allohning oyati o'timlik. Allohning oyatidan ustidan kuladigan bo'lsa, misol uchun bekordan bekorga yaratildim deb o'ylaysanmi dedi. Bekordan bekorga yaratildim deb o'ylaysanmi deb jinga savol bersa, ha, men bekordan bekorga yaratilganman dedimi? Mana shu mahalda mana shu domla shu jinni urishga buyuriladi. Urish kerak nimaga? Oyatni ustidan o jin kulyapti. Urmasa gunoh ko'riladi. Значит, başında ele ruqiyani başlaganda ele urib başlabaydı. Yo'q, bu narsa o'qiladi. Agar shildingdasa gulsa, o'shanda g'ana shariat. Albatta, bu Qur'ondan. Rasulullohning hayoti aytilsa, Rasulullohning ustidan Allohga bo'lgan kufri sabablik mashi jin shildinglab kuladigan bo'lsa, shunda uriladi. Urishga buyurilgan. Urmasa gunoh ko'radi. Endi ur deganda qattiq urishlik emas. Ana yerga bo'yin aralash qism ash uriladi. Ularga oddiygina zarba inshaalloh qattiq kifoya qiladi o'zi. Sekin ursa bo'ladi. Uni ursa da endi o'sha jinni odamning holatiga qarab bu narsa uriladi. Keyingisi o'qish muolajasi uzoqib ketsa. Bir odam masalan 3 oydan beri o'qiladi. Hattoki hali ichidagi jin o'rganib ketgan oyatlarni. Yodlab olganda ba'zi bir moldalarning xatosi ham to'g'rilab beradi. Unaqani shunaqa bir jinni azoblashlik yo'li bilan urib yoki boshqa bir sabablar bilan jinni odamdan chiqarsa bo'ladi. Keyingisi shu o'zimizda bir domla bir moldaki endi yotganda oyog'idan ko'tarib jin so'diraydi ekanda haligi moldani. Endi u odam shunaqa ruqiyadan xabari bor odam, ruqiya o'qiydigan odam. Keyin shu odamni aytadi, oyog'imdan tortib deydi ketyapti deydi. Bismillah deb turib deydi, shu
ashaqqa otilib urdim deydi. Haligi jinni qadimgidek urdim dedi-da. Maşallah. Hech narsa yo'q, lekin jinni qadimgidek urdim. Nima bilan? Bismillah bilan. Agar jin oslasa tegmaydi. Bismillah deb shunaqa urdim haligi jinni. Shu mushum tegdi bildim deyapti-da. Qochdi haligi jin dedi. Ursa bo'ladi. Keyin jinni atay urib o'ltirib qo'yish o'ltirishmas u, lekin bilmagan holatda jinni o'ldirib qo'yish mumkin. Bilmagan holatda, misol o'zimizda bo'lgan holat, jinni shu farzandini tandirga qo'yib qo'ygan ekanda. Buni bizga shu jin aytayapti. Uni kelibdi-da, haligi qaynonasi, shu uydagi kelin, bu jin kelinga kirganda, shu kelinning qaynonasi shu tandirga o't qo'ygan. Tandirga o't qo'yganda hali endi jijida bola, qocha olmaydi, yura olmaydi. Endi kulda asosan yetdi. Qo'yib qo'ygan ekanda, hali yonib ketgan hali yetdi. O'lgan. Bilmagan holda o'ltirib qo'ygan. Keyin uni bolasini o'ltirgan, o'sha bolasi o'lgan jin qaynaga o't qo'ygan odamga kiraman deganda, u to'suv bo'lgan, zikr bo'lgan unda. Biz gumon qilamiz, zikr bo'lgan. Keyin keliniga kirgan ashini. Keliniga kirganda, kelin qaynani ko'rganda pichoq olib yuraveradi, jin holatda. Bilmaydi, jin qachonki qaynani ko'rdi, haligi ayol shunaqa bir jin holatga tushadi, baqaratda shu qaynani o'ltirish uchun harakat qilaveradi. Uni meyali kuyov bola ushaydi. Qaynati ushaydi, o'zini bostiradi, mo'g'lay olib kelib o'qitganda, haligi jin aytgan ina keyin. Jin aytgan, men o'zim eshitganman. Bu meni o'g'lim, farzandim yaxvordi tandirda degan. Men o'ltiraman buni degan. Lekin alhamdulillah, u jin niyatiga ham yetmadi. Allohning izni bilan qanchadir vaqtda inshaalloh kelindan shifo topdi. Inshaalloh u anaqa ham shu narsadan forig' bo'ldi. Shu sababdan o'zi bilmagan holatda o'ltirib qo'yish mumkin jinni. Lekin atay masalan u narsa o'ltirilmaydi. Endi ko'zdan to'silgan maxluq bo'lganligi uchun, ko'zimizga u narsa ko'rmaganligi uchun bilmasdan o'ltirib qo'yishingiz mumkin. Lekin bu bilmasdan o'ltirib qo'ygandan keyin o'ltirishlik uchun kirgan jinni qasdi qattiq bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda o'ltirmaguncha chiqmaydi bundan. Shu odamni o'ltirmaguncha jin qasdlashib qoladigan bo'lsa odamga, bunda Alloh o'zi saqlasin, Alloh o'zi ofiyat bersin. Buni muolajasi bu odamni shunaqa davolashning yo'llari uzayib ketadi. Qiyinroq bo'ladi. Nimaga? Uni bir bo'ri, bir jigari o'ldi. Yo ukasi o'ldi, akasi o'ldi. Shu odamni o'ltirish uchun bu jam shunday qat'iy bir ronaqada turadi. Unda qattiq o'qishligi bilan, qattiq da'vat qilishligi bilan, yetkazishligi bilan inshaalloh shu mo'lda sababli Allohning izni bilan chiqadi inshaalloh. Bir odam o'sha jinni qarmoqlab turgan bo'lsa, misol o'sha uchurda o'ltirib qo'ysa bo'lmaydi degan. Bunda unaqa holat bo'lishligi uchun bizda birinchi iymon masalasi kerak. Rasulullohning sahobalari iymonni ko'targan. Bizdagi hozirgi holatda bu darajaga yetishlik uchun birinchi iymon masalasi qattiq bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan hozir bizda shunaqa holatlar bor. Jinga ishamagan odamlar ko'p. Bu narsani Alloh taolo ko'ziga ko'rsatib qo'ygandan keyin yuragi ko'tarmay, yurak yo'li o'lib qolishi mumkin odam. Unda endi bu sahobalarni saodat vaqti, saodat zamonida bo'lgan holatlar, bunaqa holatlar Rasululloh bilan ham boshqa sahobalar bilan bo'lgan bunaqa ishlar, holatlar. Bu siz aytgan bu savoldagi bu narsada bu o'ltirishlik uchun agar bu narsada bizning davrimizda kofir jin ham qolmagandirda. Qattiq Allohni tanimagan. Hozir hamma jinlar Allohni taniyman, Allohni bilaman deydi. Ular la ilaha illalloh kalimasi bu narsadan to'sibadi. Faqatgina shu jasadda turib la ilaha illalloh deydi. Chiq desak chiqaman, musulmon bo'laman, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalima iymon keltirishadi. Lekin haliga baxshini ishini qilyapti-da ular jasadda. Baxshi nima qilgan? Uni ajratishlik uchun kirgizgan misol uchun. Ashi jinni biz iymoniga ishonamiz, qachonki ashi jasaddan chiqib ketsa. Agar jasaddan chiqmasdan la ilaha illalloh degan bo'lsa ham, hali ham baxshini xizmatini qilayotganligi uchun u jinni kalimasi e'tiborli emas deydi olimlarimiz. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deganiga chiqib ketsa jin, alhamdulillah musulmon bo'libdi deb e'tiqod qilamiz deydi, ishonamiz. Agar iymon keltirgandan keyin ham jin chiqmasa, musulmon emas deydi uni.
Nimaga? Hali ham baxshning xizmatini qilyapti. Alloh azza va jalla innamal mushrikuna najas dedi. Albatta mushriklar bular najas dedi Qur'onda. Asha baxshilar, sekrchilar, ko'zi ochiqlar jag'idan ro'mol o'rasa ham, hajga borib kelsa ham, odamlar kirganda odamlarning ko'zicha kichkina surani o'qib qo'ygan bo'lsa ham, lekin ularning ichi, ularning qalbi Allohning oldida ularni najot toptiradigan narsasi kofir, najas ulardagi. Ularni tashqi ko'rinishiga ahamiyat berilmaydi. Shu sababdan odam ichidagi jinni keltirayotgan iymoniga faqat chiqib ketgandan keyin tasdiqlaymiz. Chiqmaguncha u narsani iymoni tasdiqlanmaydi, lekin ana shu narsani batamom masalan siz aytgandek o'tirishlikdan shu kalimasi to'sibadi. Endi mana shu jinlardan chiqib ketganini qayerdan bilasiz? Balkim chiqmayli, men chiqib ketdim deb munchiqpay o'tirib olgan bo'lishi ham mumkinmi? Mumkin. Unaqa holatlar o'ta ko'p bo'ladi. Chiqib ketdim deydi. Juda ko'p bo'ladi unaqa holatlar. Jinlar o'ta hilakor bo'ladi. Hattoki u narsani o'qib isib ham topa olmashingiz mumkin. Bu bir holat bo'ladi-da, odamda uyqusi yaxshi bo'ladi. Qur'on o'qimayotgan odam jin kirib olib, Qur'on o'qib oladi, Qur'on yodlaydi. Hamma yo'q yaxshi bo'lib qoladi-da, hali odam yengil bo'ladi. O'qiganda jinni qo'zimay ham qoladi. Masalan, Qur'on o'qiganda jinlar azoblanadi, baqiradi, qiyqiradi, qusadi, yig'lashadi, to'polon qiladi, urushadi. O'qishlik bilan Qur'onda fazilati sababli haligi jin pasayib, oxiri mo'l o'ylaydi-da. O'qiyotgan odam o'ylaydiki, bu odamdan jin chiqib ketdi deb o'ylaydi. Lekin aslida jin o'ta zaiflashib, hattoki odamni esnatishlikka ham kuchi yetmay qoladi. Odamni esnatishlikka ham kuchi yetmay qoladi. Uyqusini buzishlikka ham kuchi yetmay qoladi-da jinda. Hali yerda hali bemor o'qilayotgan odam, "Bo'ldi, men yaxshi bo'lib qoldim" dedi-da, zikrini qilmay qo'ydi. Eshitayotgan Qur'onni eshitmay qo'ydi. Chiqayotgan jamoatidan, masjiddan oyoq uzilib qoldi. Masjidga chiqmay qo'ydi. Haligi odam gunohga berilgan sari jin gunoh sababli quvvatlanadi. Asli u jin chiqmagan bo'ladi, zaiflashib ketgan bo'ladi. Keyin vaqt o'tgandan keyin oldingi safardan ko'ra qattiqroq bo'lib qo'ziydi bu jin. Qo'zigandan keyin domlaga boradi, ahvol og'ir. Hali domla nima deydi? Sizni sehringiz yangilab qo'yibdi deydi. Asli sehr yangilanmagan. Undagi jin to'liq chiqmasdan turib, odam g'aflatda qolib, unutcha bo'lib, esdan chiqarib, zikrni qilmay qo'ydi-da, haligi zaiflashgan jin avvalgidan ko'ra qattiqroq bo'lib kuch oldi. Shu sababdan o'qilayotgan odam men yaxshi bo'lib qoldim deb Qur'onni eshitmay qo'yish kerak emas. Qur'onni eshitish kerak, zikrini qilish kerak. Asal yeyotgan bo'lsa asalini yeyish kerak. Sedana alikoy masla, mana churni tumen deyiladi. Sedana zaytunlarni ichib, shu anaqada bekam bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh shu odam zaiflashgan sari shu narsani mahkam bo'laradigan bo'lsa, bir yo'li tugaydi shunda. Keyin ruqiya sohasida mana hamma narsani ko'tarmasi bo'ladi. Ruqiya deganda yana bitta ma'nosi duo degan ma'nosi bor. Ruqiyani. Ruqiyachi domla bo'ladi, qasidaxon domla bo'ladi. Qasidaxon domla bu odamga jin kirgizadigan domla. Agar tavba qilmasa bular, bu Allohning huzurida gunoh kechirilmaydigan ish bu. Shirkdan keyin turadi. Bularning gunohi Alloh kechirmaydi agar tavba qilmasa. Endi ruqiyachi bularga qarshi ishlaydi. Odamlarga kirib olgan narsani chiqaradi. Xuddiki Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lib kelganda Ka'bada nechta but bor edi? Odamlarning qalbida qanaqa but bor edi? Rasululloh ularning qalbidan butlarni archib tashladi. Odamlar iymon keltirdi. Odamning ichidagi gunohga, benamozlikka, yomon ishlarga undayotgan jinni Qur'on o'qib, shu odamdan chiqarishlik albatta bu yaxshi ish bu. Xuddiki payg'ambarlik ishidek. Bu yaxshi ish. Endi shuni bu mo'lla ruqiyachi shunday bo'ladi. Endi qasidaxon odam buni tetirisi bo'ladi. Bu ruqiya qilayotgan odam, bu ruqiya degan ma'nosi duo degan ma'no bor. Biz duo qilamiz, qo'l ko'tarib. Payg'ambarimiz duoda shashiltirmanglar dedi. Duo qilyapsizlarmi? Allohdan so'raysizlarmi? Shashiltirmanglar duoda dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, qanday qilib duoda qilamiz? Shashiltiramiz" dedi. Dedi, shunda payg'ambarimiz aytdiki, duo qilyapman, ijobat bo'lmayapti demanglar dedi.
o'qityapman, shifo topayapman deyishlik bu noto'g'ri. O'qitarish kerak. Uni bu ruqyada adad, son, necha jo'li degan so'z yo'q. 3 jo'l o'qitamanmi, 4 martami, 11 martami degan narsa yo'q. Bunga atayin son qo'yilmagan. Masalan, ba'zi bir odamlar bor, bir o'qilganda Allohning iznidan yaxshi bo'lib qoladi. Bir o'qishda. Ba'zi bir odamlar bor, oylab keladi, haftalab, yillab keladigan odamlar bor. Buni natijasi Allohdan. Agar o'qiyotgan odamda taqvo bo'lsa, o'qilayotgan odamda iymon bo'lsa, ayol bo'lsa, ayolda jo'liq, ro'mol, namoz, erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, erkak kishi namoz bo'ladigan bo'lsa, olimlarimiz aytadi 3 kunda shifo topadi degan. Hozir bizdagi bemorlarda uzayib ketyapti dardlari. Nima sabab desa, iymon alomati yo'q. Namoz o'qing desa namoz o'qimaydi. Foslashib ketgan, namoz o'qimaydi. Shu moldaga o'qilsam dedi bo'ldi. Namoz o'qisin, namoz o'qib moldaga kelib o'qitsin-da. Inshaalloh 3 kunda shu odam har qanaqa darddan shifo topadi. Inshaalloh. Hamda o'sha siz odamlarni o'qitganingizda chiqib ketganini qanday bilasiz? Chiqib ketganda alomatlari ko'p bo'lardi. Misol qusqi bilan chiqadi. Odam qusganda qon aralash chiqsa yoki sariq zardob chiqsa, o'qilayotgan mahal yoki uyda yoki qora bir narsalar bo'ladi, bu tamaq emas, boshqa narsa ham emas, odamcha shunaqa axlat bo'ladi. Ip chiqishi mumkin, qil chiqishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalar odamdan chiqqandan keyin odam yengil bo'lib qoladi. Nafas olishi o'ta osonlashib qoladi. Xuddiki qushni singari yengil bo'lib qoladi va ishtahasi ochilib ketadi. Qorni ochib ketadi. Qorni ochib ketib, namoz o'qigisi keladi. Shu odamdan alhamdulillah chiqib ketadi degan narsa. Chiqib ketadi degan narsa shu bo'ladi. Endi siz o'qiyotganingizda keyde o'sha odamning ichiga kirgan jin o'lib qolgan uchurlar, jin bo'lsa o'qilayotgan odam o'lib qolgan uchurlar bo'ladi. Bo'lgan. Yaqinda uchurlar bo'lgan, jin, shayton o'lib qolgan uchurlar. Jin bo'lgan bunaqa holatlar Allohning izni bilan bu bizni yaxshiligimiz emas, bizni fazilatimiz emas. Allohning so'zini o'qiymiz. So'zlar eng yaxshisi Allohning so'zi bo'lgandan keyin barcha maqtovlar Allohga xos. O'qilayotgan mahalda Allohning izni bilan ko'p o'qishligi bilan jinlar kuyib o'ladi. Ba'zi bir odamlar misol uchun odamni bo'g'sa o'lib qolishi mumkin, ursa o'lib qolishi mumkin. Bo'lmasa och qoldi o'ldirish mumkin, lekin jinlar Qur'on o'qilayotgan mahalda, o'qigan mahalda kuyib o'ladi bular. Kuyib jahannam oyatlarini o'qilganda, kuydiradigan oyatlarda o'qiganda bu narsa jin kuyib o'ladi. Sasiydi, qadimgina sasib ketadi. O'tirgan onalar buni hamma, nechta odam bo'lsa hammasi sezadi. Shunaqa sasiydi, hattoki burnini bekitish bo'ladi. Allohning izni bilan Qur'onda Qur'onning fazilati shu narsani kuydiradi. Chunki Alloh taolo bu Qur'on mu'mina bemorlarga shifo, zolimlarga hasrat, nadomat, o'kinch degan bu narsani. Ayoncha odam ichidagi zolim, yomon, kofir jinlar bu Qur'on o'qiganda kuyib o'lgan holatlari bo'lgan. Endi buning aksi Qur'on o'qilayotgan, shu ruqya qilinayotgan mahalda bir 2 oycha bo'ldi, vallohu alam. Shu bir ayol kishi shu o'qiyapmiz. Endi Allohning qadari bu narsa, shu vaqt soati. Bu ayol oldin sehrlangan ekan. Shu narsa bilan o'qilayotgan mahalda shundaqa bo'g'ilib, shu ayol o'qish mahalda o'ldi. Undan oldingisi yana bir holatda ruqya qilinib ketdi bir odam. Uni shu ichkizib, oilasini buzib, ko'chaga olib chiqib, shunaqa bir bo'lmish holatga olib keltirishlik uchun qilingan sehr ekan uning ichidagi narsa. O'qildi, qattiq o'qildi. Hattoki u odam shunaqa bir holga tushdiki, o'zini peshobini, o'zini axlatini o'zi usholmaydigan darajaga kelib qoldi. O'qilgandan keyin uyga ketdi, 2 soatdan keyin eshitdik, hali odam o'ldi deb eshitdik. Endi bu narsani jin o'ldirdi deb ayta olmaymiz. Lekin qadar birinchidan bunaqa holatlar bo'lgan, o'qish mahalda ham o'qishdan keyin ham qazoga qadar yetib o'tgan odamlar ham bo'lgan. Damla endi o'shu jinlar kuyib o'lib qoladi deysiz-ku. O'sha kuyib atqanda o'zlari bir-biriga chiqib ketsa bo'lmaydi. Je, og'am, sizning ruxsatingiz bilan chiqish kerak qanday? Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Allohning izni bilan, Allohning iznisiz jinlar foyda ham zarar ham bera olmaydi dedi. Alloh izn bermasa chiqmaydi ular. Alloh taolo izn bersa indakin chiqishadi. Alloh izn bermasa bu jasaddan har qancha molda to'planib kelmasin, yer yuziga molda to'planib kelmasin chiqmaydi. Agar Alloh xohlaydigan bo'lsa, bu narsa odamning tushida chiqib ketishi ham mumkin.
Alloh xohlasa. Bu faqat odamni ixlosiga qaraydi Alloh. Ixlosiga qarab, niyatiga qarab, musibat Allohdan ekanligiga bilib, Alloh uchun sabr qilgan odamni Alloh taolo bu narsadan tez ko'taradi. Bu holatlarda endi siz ashyo so'raganday Alloh izn bermasa va mana shunga loyiq jin bo'ladigan bo'lsa, ashyo narsa, ashyo jin qilgan ishlarga qarab Alloh taolo izn bermaydigan bo'lsa, kuyib jasadda o'ladi. Agar o'qiyotgan Qur'oni shu jinga Alloh qalbiga hidoyat qilib soladigan bo'lsa, iymon keltirib chiqib ketadi. Misol bo'yinchilar hozir o'qilayotganda, o'sha uyayotgan uchurda ichindagi jin aytadi, "Bo'ldi, men chiqam" deydi-ku. Gede o'sha "Bo'ldi, men chiqam" devesdan turib o'zlari bilib chiqib ketgan uchurlar bo'ladi. O'zlari bilib, taslim bo'lib, bu insonlarga kirishlik, bu Qur'on eshitishlik, bu qattiq bir azobligini bilib chiqib ketgan jinlar ham bo'ladi. O'zlari bilib-da. O'zlari bilib, Teskert o'tirmaylar, men chiqam devesdan o'zlari bilib chiqib ketgan uchurlar bo'ladi. bo'ladi. Faqat uning uchun o'qilayotgan mahalda shu domladan ko'p holatlarda Allohning iznidan chiq degan so'zlar aytiladi. Yoki arabchasi, shu qo'tarmalar aytiladi bu narsalar. Shu so'zlar aytilgan mahalda ham chiqadi bu narsa. Bo'lmasam siz aytganda o'zini bilib bu narsa kirgandaylar, o'qishni boshidaglar chiqib ketgan jinlar ham bo'ladi. Tamam, endi o'sha chiqarayotganda musulmon bo'l, la ilaha illalloh de, Mekkaga bor degan siyoqti so'zlarda aytilayotgan-ku, siz o'shunday qilasizmi? Ulardan ahd olinadi. Ularni ubadasi, va'dasi olinadi. Jasaddan Allohning iznidan chiqarilishidan oldin jin chiqaman degan bo'lsa, Allohim meni gunohlarimni kechir. Jasaddan chiqishimga yordam ber. Jasaddan chiqarilgandan keyin biron bir insonga kirsam, biron bir baxshiga borsam xizmat qilishlik uchun seni la'nating menga bo'lsin deyiladi. Jinga shu gap aytiriladi. Farishtalarning la'nati, barcha maxluqotlarning la'nati menga bo'lsin. Allohim meni gunohimni kechir. Qaytib jasadga kirmayman, baxshiga bormayman deyiladi. Ko'p jinlar xaboraman men deydi. Ba'zilarda aytamiz, men Qur'onni o'qishni o'rganmoqchiman deydi ba'zi jinlar. Masjidga bor deymiz. Shu talabalar bu ashada dars ol deymiz. Chiqib ketadi. Alloh endi bu yog'i bizga g'oyib, xolasa boradi. Bo'lmasam mana Makkaga bor deymiz. Agar haqiqatda musulmon bo'lsang kirasan ashada. Musulmon bo'lmasang aytdan kira olmaysan deb ularni Makkaga yo'llaymiz, Madinaga yo'llaymiz. Unaqa ilm olmoqchiman, Qur'on o'qishni o'rganmoqchiman degan jinlarni ilm daryohlariga, ashillarga bor deymiz. Endi uni o'sha jinlar chiqib, musulmon bo'lib chiqqandan keyin qayra sizga kelib, rahmat, Alloh rozi bo'lsin, siz meni to'g'ri yo'lga boshlab qo'ydingiz degan siyoqti bir rozilik so'zlarini o'qigan uchurlaringiz bo'ldimi jinlarda? Yo'q, bu narsa unaqa holatlar bo'lmadi, lekin shu odamning ichida turgan holatda men bo'ldi, gunohlarimni tan oldim, gunohlarimni e'tirof etdim. Endi qaytib kirmayman odamlarga. Men bu ishim noto'g'riligini bildim, baxshiga ham bormayman deb zalolat yurgan jinlar tavba qilganlar bo'ladi. Tavba qilib chiqib ketishadi. Lekin undan keyin kelib, unaqa rozilik bildiruvlari endi inshaalloh qiyomatda bo'ladi, Xudo xolasa. Inshaalloh. Hozircha bo'ldik. Yo'q, hozircha bo'lgan yo'q, bo'lmasin ham. Kelishmay qolsin bizga. Alloh rozi bo'lsin, Alloh tayin vaqtingizni bo'lib bir mayak qilib ellarga foydangiz tegizayotganingiz uchun hurmatli musulmon bir to'g'onlarni ko'rib yotganlar, bardingizlarga qo'ldan kelishincha ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilyapmiz. Sizlarda shu narsani ko'rib ele o'yibozdan, damlaning aytganini amalga ish yuzini oshirish kerak. Zikirlarda aytish kerak. Aytayotgan Qur'on oyatlarini o'qib yurish kerak. Damladagi o'yindan chiqarib nesida aytayotgan yo'q, zerikenlerni chiqib olgan jeri yo'q, shu ellarga foydam tegib qolsin deb shunday narsalarni uyushtirib inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin, damlar. Tayin vaqtingiz bo'lib. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Vaqtingizni berib berganingiz uchun. Hurmatli musulmonlar, kanalga jazilib bo'lsanglar, kanalga jazilib qo'yinglar. Keyingisinde damdan da foydali ma'lumotlar chiqib turadi inshaalloh. Подписаться knopkasini bosib, qo'ng'iroqni da bosib qo'ysangizlar, yangi chiqqan ma'lumotlar birinchi bo'lib sizlarga keladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.